Hammaga assalomu alaykum. Bugun yuboraman o'zida yangi qo'shilgan hisobotlar bo'limi bilan tanishib chiqamiz. Ushbu bo'limda vazifasi nima, nima uchun xizmat qiladi? Mana shular bilan bugungi darsimizda tanishib chiqamiz. Demak, hisobotlar bo'limi sizga target orqali qilgan natijalaringizni kunlik qanaqadir guruhga, Telegram guruhga har kunlik yuborib berish bilan shug'ullanadigan bo'lim hisoblanadi. Uni qana sozlashdi bugungi darsimizda ko'rib chiqamiz. Demak, bizda mana bu yoqda bo'limda hisobotlar degan bo'limimiz kerak. Hisobotlar degan bo'limga kirib, bu yerda hisobot qo'shish tugmasini bosamiz. Hisobot qo'shishga bosaman. Mana bu yerda akkaunt tanlashimiz kerak. Facebook akkauntimizni qaysi akkauntdan hisobotni olishimiz kerak. Undan keyin qaysi reklama akkauntdan natijalarni olishimiz kerak. Tak, bu yoqda bizga kerakli bo'ladigan akkaunt bir soniya, mana bu akkauntimdan olsin. Har kunlik mana shu akkauntimdan natijalarni olib, endi Telegram chat ID bu yoqda o'sha qaysi guruhga yuborishni tanlashimiz kerak. Mana bu yerda ochaman. Mana bu guruhda o'tgangi darsimizda mana shu guruhga bu Telegramga mana bu botni qo'shgandik. Mana shu guruhimizga, demak, hisobotimizni yuborib borsin har kunlik. E'tibor berasiz bu yoqda. Qaysi guruhga yubormoqchi bo'lsangiz, o'sha guruhda yuboraman o'zi bot bo'lish kerak, chunki bu hisobotni sizga yuboraman bot tashab beradi-da. Shuning uchun yuboraman bot bo'lish kerak. Demak, mana shu yuboraman bot bo'ldimi? Demak, bizga hisobotni mana shu guruhga yuboriladi va u bergan chat IDni biz nusxa ko'chirib, mana bu yerda sozlash qismida qo'yib ketishimiz kerak. Demak, chat IDni qo'ydim. Undan keyin yuborish vaqti. Har kun nechida yuborsin shu hisobotni? Mana shu vaqt tanlab qo'yamiz. Odatda biz soat 10 da hisobot topshiramiz. Shuning uchun kunduzgi soat 10 ni tanladim. Undan keyin hisobot turi, ya'ni qaysi vaqt oralig'i uchun hisobot topshirish kerak. Odatda, misol bugun 22-aprel bo'ladigan bo'lsa, bugun soat 10 da biz kechagi hisobot topshiramiz. Chunki targetda bilasiz natijalar 24 soat ichida aniq ana o'zini holatiga kelib oladi. Shuning uchun kechagi vaqt uchun hisobotni tanlaymiz. Undan keyin hisobot ko'rinishi bu yoqda 3 xil opsiya bor. Har bir kompaniya bo'yicha hisobot olishingiz mumkin yoki umumiy shu reklama yoqilgan kompaniyalaringiz bo'yicha hisobotlarni olishingiz mumkin. Faqat hozir bizda umumiy holatda tursin. Ya'ni umumiy shu reklama akkauntingizdagi kechagi bo'lgan umumiy natijalarni bizga bu yoqda chiqarib ko'rsatib beradi. Undan keyin metrikalar tanlovi degan joyda bu yerda avtomatik qolgani yaxshi. Avtomatik degani nima degani? O'zi reklama kompaniyalaringiz turini aniqlaydi. O'sha turga mos bo'lgan reklama metrikalarni o'zi chiqarib beradi. Misol uchun, lidga yoqqan bo'lsangiz, bugun $30 sarfladingiz, 40 dona lid keldi. Har bitta lidning narxi mana bunchadan, mana buncha odamga ko'rsatildi, mana buncha pakaz bo'ldi degan ma'noda o'zi avtomatik ma'lumotlarni yuboradi. Agar o'zim tanlaydigan bo'lsangiz, siz bu yoqda qaysi metrikalarni yuborishni aniq o'zingiz belgilab qo'yishingiz mumkin. Natija, narxi, sarflangan ko'rishlar demayman, ular bazaviy bo'lishi kerak bo'lgan metrikalar. Undan keyin misol qo'yishingiz mumkin suhbatlar narxi, post faollik degani menimcha post kommentariyalari, bu yerda tarjima qilishda ozgina muammo bo'lganga o'xshaydi. Umumiy kommentariyalar bu kerak emas hozir bizga. Undan tashqari qolgan metrikalar ham bor. Video ko'rishlarga doir metrikalar va hokazo ko'p metrikalar qo'shilgan bu yerga. O'zimga keraklilarni tanlab oldim va saqlash tugmasini bosadigan bo'lsam, demak, mana bu reklama akkaunt bo'yicha hisobotlar har kuni mana shu Telegram guruhga kunlik yuborib boriladi. Endi hozir misol uchun bizga bir martalik hisobot tekshirib ko'raylik ishlash uchun. Men bir martalik tanlayman. Akkaunt tanladim, reklama akkaunti tanladim. Bir martalik degani o'z-o'zidan endi har kunlik yubormaydi-da, bir marta hisobot yuboradi. Demak, tanladim buni. Boshlanish sanasi, qaysi sana uchun hisobotni olmoqchimiz? Faqat 21-sana uchun. 21-sana uchun hisobotni tanladik. Demak, umumiy bo'lsin, avtomatik emas, to'liq paket tanlaylikchi endi. Avtomatik shunchalik ko'rsatkichlar jami 10 ta metrikani qamrab bo'lar ekan. Tak, o'zim tanlayman qilaylikchi. Natija narxi, ko'rishlar sarflangan qamroq bo'lsin. CPM ham kerak. Suhbat narxi bo'ldi. Shu metrikalar yetadi. Yuborish tugmasini bosaman. Tak, bu degan sanasidan katta bo'lishi kerak. Demak, sanani tanlashda muammo bo'libdi menimcha. Demak, mana shuni 22 qilib ko'raylikchi. 22 gacha bo'ldi shunda. Hop, hisobot yuborildi. Telegram tekshiring. Tak, hisobotga kiramiz. Mana bu yoqda e'tibor bergan bo'lsangiz, mana shu reklama akkaunt bo'yicha bizga hisobot keldi. Jami 549 ta xabar bo'lgan ekan. 11 sentdan tushgan ekan. Har bitta xabarning narxi $58 byudjet sarflangan. 107 mingta ko'rishlar soni, 80 mingta
axborot bo'lgan, CPM 55 sent va hokazo va hokazo. Mana shu metrikalarda o'zim tanlagan metrikalar bo'yicha menga Telegram bot kunlik hisobot yuborib berdi. Bu juda ham qulay, kerakli bo'lgan imkoniyat. Foydalansak bo'ladi bemalol. Mana bu yerda sozlab qo'yganimiz, demak endi har kuni soat 10 da bizga mana shu guruhga hisobotlarni olib tashab turadi. Demak shu bilan bugungi darsimiz oxiriga yetdi. Bugungi darsimiz mana shu hisobotlarni avtomatik yuboradigan qilib qo'yishdan iborat edi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha.